O'zbek Milliy akademik Otaxon teatrining ijodkorlari boshi osmonda bugun. Buni sababi ana shu teatrning 9 ta aktoriga unvonlar berilyapti. 9 ta bitta teatrdan. Bu teatrimizni 112 yillik mavsumida birinchi marotaba bo'lishi bu narsa. Bu o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q. Bu ana shu teatr san'atiga muhtaram prezidentimizni mehrlari mana shunday balqib turibdi. Shavkat Miromonovich prezident bo'lib saylanganingizdan keyin birinchi kunda aytgan gapingiz esimda mana. Insonni qadrlash. Bugungi kunda ham shu juda ham muhim bo'lyapti. Inson qadrlanyapti. Mana shu O'zbek Milliy akademik drama teatrini 8 ta marhum aktoriga ham mukofotlar topshirildi oilalariga. Shavkat Miromonovich ana ularning oilalari ko'zlarida yosh bilan sizga kattadan katta minnatdorchilik bildirishdi. Biz borib kollektivimiz bilan o'sha qabristonga bordik, gullar ko'tarib borgan edik. U yerda ularning qabrlarining ustida gullar tayyor turibdi. Odamlar kelib, sizni mana shu chiqazgan qaroringizdan rag'batlanib kelib gullar qo'yib ketishibdi. Mana shu inson qadrlanishi, ulug'lanishi. Endi o'zimga keladigan bo'lsa, meni otam mana shu teatrda aktyor bo'lib ishlaganlar. 36 yoshlarida vafot etganlar. Men o'ylaymanki, bugun menga berilgan mana shu mukofotdan rahmatli otamni ruhlari shod bo'lishini tilab qolaman, Shavkat Miromonovich. Siz olib borayotgan islohotlar nafaqat O'zbekistonimizda, balki butun jahonda ham jamiyatda o'zini o'rnini topyapti Shavkat Miromonovich. Bitta mana shu Turkistonda qurilgan jami masjidini o'zi ikkita xalqni yanada mustahkamlayapti. Qolaversa Turkiy xalqlarini yana birlashtirilyapti. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik Shavkat Miromonovich. Va ayniqsa mana shu masjidga Miromon otaning nomi berilgani biz uchun nur ustiga nur bo'ldi Shavkat Miromonovich. Bugun ularning ham ruhi shod bo'lishini tilab qolamiz. Miromon ota ramziy ma'noda bunday degan bo'lardilar. Sharog'iy xonadonim, kim desang jonim, bolam derman. Ko'zimning nuri shaksizdir, chirog'bonim bolam derman. İshon do'stim, bahorim shu, bu gulshandan holim shu, butun umrimga bolim shu, Shavkat jonim, bolam derman degan bo'lardilar Miromon otaxonimiz. Yana bir marotaba kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Shavkat Miromonovich O'zbek Milliy akademik Otaxon teatri xuddi sizga o'xshab xalqimizga halol va pok xizmat qilishga har doim tayyor turamiz. Azizlar, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bor ekanlar. Yangi O'zbekistonimizga adolat hamisha yor bo'lg'ay.